أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Biz oldingi qatimliq darsimizda turuqut tafsirining tafsir manba, tafsir yo'llarini, tafsir prinsiplarini, tafsir asoslarini ishga bo'lgan. Birisi ma'thur bilan qilingan tafsirlar, yana birisi ra'i ijtihod bilan qilingan tafsirlar. Ma'thur bilan qilingan tafsirlarningki manbasini Qur'on, hadis, sahobalarning so'zi, mujtahidlarning so'zi qatorliq 4 manba bilan tafsir qilinganligini bayon qilib o'tgan. Endi bugungi darsimizdagi so'zlangan mazmun, ya'ni oldingi soatlik mazmunninki keyingi qismi. Ya'ni turuqut tafsirininki ikkinchisi at-tafsir bir-ra'y. Endi mening xususan ko'z qarashimda mush o'rindagi at-tafsir bir-ra'y degan atalg'uni mumkin bo'lsa at-tafsir bil-ijtihod deb manaroq tushunib to'g'ri keladi bizga nisbatan. Nima desa, ra'y desa bizning uyg'ur tilida bizning ra'y bilan, ya'ni bizning xohishiga yetib ishlarni qildi degandan bir xil. Yani ra'y desa bizning xohishiga yetib bir ish qildi degandan bir xil tuyg'u bu bo'lib qoladi endi. Ammo tafsir bir ra'yda qandaqdir bir odam o'zining shaxsiy ra'yi bilan o'zining xohishi bilan tafsir qilgan yo'q. Faqat tafsirning uslub, yo'l, shakl jihatda oyatlar kelib qolsa, oyatlardan dalil kelib, oyatlarga hadislardan dalil kelib, oyatlarga sahobalarning yoki tabiinlarning so'zlaridan dalil kelib tafsir qilmaydi shu. Faqat o'zi tushungan oyatlarning mazmuniga binoan, o'zi tushungan hadislarning ruhi bo'yicha, o'zi anglagan sahobalarning so'zlari yoki tabiinlarning so'zlaridan shakllangan odamdagi tafsirga munosabatlik tushunchalarga tayinib turib tafsir qiladi. Farq shu oshkor ekanligini, ammo tafsir bil ijtihod, tafsir bil ra'ydimi shu mufassirning qilayotgan tafsirisining asoslangan asosi yana Qur'ondan yoki hadisdan yoki sahobalarning so'zidan yoki tabiinlarning so'zidan ayrilib qaralmaydi. Faqat tafsirining qilinish shakli jihatda xuddi mufassir o'zi tafsir qilgandek uslub bilan tafsir qiladi. Yuqorida biz tafsir bil ma'thur degan tafsirdagi oyatning tushunchasi oyatdan chiqdi deb oshkor ekanligini ko'nglida shu bo'yicha tafsir qiladi. Shunga imkon bor bu xato tushunib qolmaslik uchun o'quvchilarimiz tafsir bir ra'yda o'rinda hadda qanaqa bo'ladi tushuntiradi. Endi men shu abturma alohida tushuntirish berib, val murad ra'y. Ki ra'y degandan maqsad nima? Ijtihod maqsad deydi. Ya'ni ijtihod maqsad shuningga asosan, shuningga shu ijtihod degan ma'noda oldiq deganga asosan at-tafsir bir ra'y deganimiz, ra'y bilan qilgan tafsir, ijtihod bilan qilgan tafsir deganimiz Qur'oni Karimni ijtihod bilan tafsir qilayotgan. Ijtihod degan nima desa, ya'ni mufassirninki shu oyatning tushunchisini o'zi ko'rgan oyatlar, o'zi o'qigan hadislar, sahobalarning, tabiinlarning aqvollaridan olgan tushunchada qarasa bo'ladi. Aqvollaridan. Qanday bu yana ma'lum ilmiy, shar'iy asosga ega bo'lgan tafsir bo'ldi. Albatta biz xuddi oldingi soatlik darsimizda tafsir bil ma'thur edimi? Agar ma'lum shakllar tadilmagan ahvol ostida o tafsirning intayin xatarli ekanligini, tafsirninki amal qilib bo'lmaydigan tafsir bo'lganligini, shartlarga amal qilinsa, a'lo tafsir bo'lganligini bayon qilgandek, tafsir bir ra'ydimi, cho'qim mufassir amal qilishga tegishli shartlar bo'ldi. Shu shartlarga amal qilinsa, bu tafsir mamduh, tafsir bir ra'y mamduh bo'ladi. Agar shu shartlar amal qilinmaganida tafsir bir ra'yil mazmun bo'lgan tafsir bo'ldi. Ya'ni bunday tutgan vaqtda g'ayri mardud tafsir, g'ayri maqbul tafsir bo'ldi. So'ng avtorda aytadi: "Va qad yabzulul mufassir jahdahu va tatawafaru fihi shurutul mufassir." Ya'ni mufassir o'zining butun tirishchiligini ko'rsatib beradi va mufassirda shu tafsirda mufassirning shartlari to'liq tepiladi. Demak, mufassir qandaqdir xohishi bo'yicha hali hadisda payg'ambar alayhisalom degandek, "Man qala fil Qur'on", ya'ni yoki boshqa rivoyatlarda "Man fassara fil Qur'on bil Qur'on",
Men fassarul Qur'an bi ra'yihi. Yani bir rivayetlerde bi gayri ilmin degandek iboralar bilan Rasululloh ogohlantirishib, oxirida فليتبوأ مقعده من النار. Xil lafzlik rivoyatlar bor emasmi? Ba'zi man qala fil Qur'an bi ra'yihi deydi. Ba'zi man fassara al Qur'an bi ra'yihi deydi. Ular yoki ba'zida bi g'ayri ilmin deydi. Oxirida yakunlangan yakun فليتبوأ مقعده من النار. Oxir shakldagi mazmunga tushadigan tafsir bir ra'y emas mazmun. Shunga oldi bilan sizlarni eskartib qo'yishimiz, ma'rundagi ra'y deganni chuqur ijtihod deb tushunamiz. Yani ba'zida mufassir o'zining tirishchanligini bilib, shu mufassirning shartlari hozirlanishi, tavaffur, to'liqlanishi mumkin. Shunda bo'lganda, shunda bo'lganda natijada bu odamning tafsirisi madhiyalanadigan tafsir bo'linadi. Ya'ni bu tafsir maqbul tafsir demakdir. Ba'zida bu mufassir xohish sohibi bo'lishi mumkin. Yoki uningda mufassirning shartlari hozirlanmasligi mumkin. Shunda bo'lganda fayuzannu tafsiruhu ki ma'adanning tafsiri aytlanib sökülüdü degan gap, bunda adamning tafsiri rad qilinadi. Ya'ni g'ayr maqbul. Shuning bilan bizga oshkor bo'ldiki, tafsir bir ra'yimi ikki qismi bo'lindi. Birisi at-tafsir bir ra'yil mahmud, yana birisi at-tafsir bir ra'yil mazmum. Anda olsa biz birinchisidan kelaylik. At-tafsir bir ra'yil mamduh kelsak, ya'ni mamduh yoki mahmud bo'laveradi. Bu Qur'ondan ilingan. Men nuqtaga diqqat qilinglar. Men bayat degandek, qanaqdir bu odam tafsir bir ra'y bu deganlik bilan, lekin shu odam Qur'onning tushunchasi haqidagi shu fikrini o'zining o'qigan Qur'ondan, o'zi o'qigan hadisdan, anglagan sahobalarning so'zidan hosillangan, shakllangan tushuncha bo'lib qolsa, albatta mamduh bo'ladi. Shunga o'xshaydi. Tafsir bir ra'y mamduh degan emas. Qur'ondan ilingan, mustamad Rasulullohning sunnatidan ilingan ve bu xil tafsirning sahibi arab tilini biladigan, arab til uslublaridan xabardor, shariatning prinsiplarini va usullarini, qoidalarini biladigan mundaq odam bo'lib, mundaq tafsirini biz tafsir bir ra'yil mamduh deymiz. Bo'lganda mufassir mahil yo'lda, mahil tariqatda o'zining tirishchanligini va o'zining barliq kuch-quvvatini Qur'oni Karimning naslini tushunishda chiqaradi. Ya'ni butun kuchini chiqaradi. Va Qur'onning ma'nilarini bilishda butun kuchini chiqaradi. Nimaga tayinib? Mustanidan. Bu odamning birinchi tayanchisi til va nusus, boshqa mush Qur'on haqidagi naslar, garchi tafsirga akamasimi va boshqa shar'iy dalillarga, masalan hadis va undan boshqa dalillarga tayinib turib, Qur'ondagi shu qilmoqchi bo'lgan oyatning ma'nisini tushunishda butun kuchini chiqaradi. Balki mushu xil tur dal Rasululloh ibn Abbos qilgan turilishi mumkinki, Allohumma faqihu fid-din va allimhu at-ta'wil. Allimhu at-ta'wil. Shunga mushu xil turda endi sahobalar Rasulullohning bir oyatning mazmunini anglasa bo'ldi, bas o masala tugaydi. Sahobalar datalash qilmay, chunki Rasululloh bir oyatni tafsir qildi, bo'ldi, ularning o'tirishga masala oyoqlashdi. Ammo mushu xil tafsir bil ijtihod degani sahobalar o'zi tushungan yerda, o'zining ijtihodiga tayanib tushungan tafsirda, ondan sahobalar o'tirsa oyatning ma'nosi ixtilof tushgan. Sahobalar o'tirsa mayat ixtilof tushdi degan gap, sahobalarning shu xil tafsiri tafsir bir ra'y degan gap. Chunki tafsir bil asar bo'lib qoldi, tafsir bil ma'thur bo'lib qolsa, ixtilof tushmaydi u yerda. Shunda bo'lganda, fa akhadha kullu wahid, har bir sahaba o'zining ra'yini shu muqtazodagi, taqozzodagi nazarining taqozosi bo'yicha o'zini tutadi. Yana birisi o'zining ijtihodi bo'yicha tafsir qiladi, o'xshamaslik chiqadi. Xuddi Imom Zarkashi bu nuqtani Al-Burhan fi ulumul Qur'onda bayon qilgandek. Agar sahobalarda tafsir bir ra'y bo'lmaganida, hammasi tafsir bil ma'thur deb qaralganida ixtilof chiqmas edi. Ham biz sahobalarning davridagi tafsir bosqichlaridagi sahobalarning prinsiplarini, manhajlarini ko'rib o'tdik. Sahobalar avval Qur'onni Qur'on bilan tafsir qiladi, Qur'onni hadis bilan tafsir qiladi. Ikkisini oshib, ikkisini tafsir chiqmagan vaqtida o'zining din ma'lumotlariga, til asoslariga tayinib turib ijtihod qiladi deb sahobalarning ma'rifatini ham bayon qilib o'tgan. Bu dal tafsir bil ijtihod yoki tafsir bir ra'y. Anda tafsir bir ra'yninki hukmi nima desa, mamduhning gapi. Tafsir bir ra'yil mamduhninki hukmi ulamolar rahimahumullohlar tafsir bir ra'yni tilga tayangan, shariatning nasriga tayangan tafsir bir ra'yni qana qildi, durust deb qaradi. Bularning bu xil tafsirni qabul qilinadiganligiga nurg'un dalillar bo'lib, qabul qilishga shu dalillarning qatoridan birisi Qur'oni Karimda aniq qilib: "Va laqad yassarnal Qur'ana liz-zikri
fehel mim muddekir. Yani biz Kur'an-ı Kerim'ne başkalarının vəznəsiyyət elib, başkalarının düşünüşünü asanlaşdırdık. Qəni Kur'an-ı Kerim'ne düşünüp vəznəsiyyət ağızlar bağımı. Anlığanda Kur'an'ın özü Kur'an'ı düşünüp vəznəsiyyət ilişki çağırlıq ne oldu? Her kişi Kur'an-ı Kerim'ne özününki işçideki, kıllısdaki, yoki egelligen dini məlumatga qarab turib, tushuncha olsa buludu deganlik chiqdi. Madam uningga layoqli bo'lsa. Yana bir oyat: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Yani Qur'on bizni Qur'oni Karim haqida tadabbur qilishga buyurdi. Yana bir oyatda: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun." deb bo'lib, bu Qur'onni tushunishdagi maqsad liyadabbaru ayatihi va liyatadhakkara ulul albab. Yani ular Kur'an'ın ayetleri hakkında tadabbur, tefekkür yüz bakışı üçün deb insanların, Müslümanların Kur'an'ın mezmunu, düşüncesi hakkında oyunlaşını Kur'an'da qanaqılda buyurdu hesapta. Ve ondan başka ayetler var ki Kur'an-ı Kerim hakkında tadabbur qilishga, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakkında qilishga, vaz-nasihat elishga buyurulgan. Bularning hammasi bizning Kur'an-ı Kerim hakkında layık şer'i yol qo'yilgan doirada salohiyatni hazırlagan holda tafakkur qilishimizningki, mulohizlarni elishimizningki, ta'ammulatlarni elishimizningki yo'lliq ekanligini isbot. Bu birinchi dalil. Ikkinchi dalilda bayatanga dalil keldi. Ya'ni ulamolar Payg'ambar alayhisolamning Ibn Abbos qilgan duosini dalil qilib keldi. Payg'ambar alayhisolam tog'asining o'g'li Ibn Abbos radhiyallohu anhuga Allohumma faqqihu fid-din va allimhu at-ta'wil deb duo qilgan. Agar biz degandek tafsir bil ijtihad bo'lmaganida, tafsirlarning hammasi nimalar bo'lganida, bil ma'sur bilan bo'lganida sahobalarningki hammasi asosiyatni tafsir o'qimida o'xshash bo'ladi. Rasulullohning alohida Ibn Abbos duo qilishini hech qanday ahamiyat qolmaydi. Shu Abdurrahmon Davud agar tafsir rivoyat bilan qarashib qo'yib qolganida Rasulullohning Ibn Abbosga başkalarına nisbeten bir alahilik olmaz. Resulullah'ın qilgan duoyining ahamiyati olmaydi. Ama Resulullah shuna duo qildi, Ibn Abbosning alohida qildi. Shuna duo qilganlik shuni ifodalaydi-ki, mayadagi Resulullah'ning Ibn Abbos qilgan duosidagi maqsad, ta'wil degandagi maqsad naqli sama bilan qilgandan boshqa bir ish. U bo'lsa-mu, dal biz hozir o'tirib qo'yayotgan at-tafsir bir ra'yi va ijtihod degani shu. Ma mazmun Muhammad Husayn Zahabiyninki at-tafsir vel mufassirundan naql qilingan mazmun. Bu ikkinchi dalil. Üçüncü dalil, bular dalil qiladi-ki, shu at-tafsir bir ra'il mamduh qo'llanishga bo'ladigan tafsir deganligiga dalil qilib, davatida sahoba radhiyallohu anhumlar Qur'onning tafsiri haqida bir necha yo'llarda ixtilof qilishgan bo'ldi. Bularning ixtilofati bu xil tafsir ularning shu hozir ixtilof qilgan tafsir bularning ijtihodidan ekanligini dalolat qilgan. Agar bular shu vaqtda qilayotgan tafsir bil naqli yoki bil ma'sur bil ahadis olib qolsa, ular ixtilof qilmagan bo'ladi. Ularning ixtilof qilganligi har birisining shu Qur'onning tushunchasi haqidagi fikri bizning ijtihodati ekanligi, qandaqdir Rasulullohning anglagan nima emas, yani asar hadis emas, masmu' emas, naql emas. Agar naql bo'lganda, Rasulullohning hadisi bo'lganda hammasi sallallahu alayhi va sallam deb to'xtaydi. Shu yerlar ixtilof qilmay, ixtilof qilganligi bularning ijtihod bilan tafsir qilganligining dalilidir. Demak, yuqoridagi 3 dalillar bihada degan shuni bilan shu oshkor bo'ldiki, tafsir birra ilmamduh durust. Shu Ibn Taymiyya rahimahulloh mu deydi? Ammo qandaq odam, ya'ni tafsirda shu tafsirdan o'zi biladigan, ya'ni bima yu'lam desa bilinadigan, mayli lug'at jihatdan olsun, shar'an jihatdan olsun bilinadigan tafsirlar bilan, ijtihodlar bilan tafsir qilsa, so'zlasa, fala haraj alayh. Mana bu dal tafsir bil mamduh bir ra'yil mamduhningki xulosasi. Endi bayatligimizda agar mufassirda to'liq sharoitlar hozirlanmaganida mufassir xolis niyatli odam bo'lmay, uning ittijohi ma'lum g'ayri g'arazlarga qarab mangan, g'ayri g'arazlarni nishonlangan odam bo'lib qolsa, bundoq tafsirimiz tafsir bir ra'il mazmum deymiz. Bu tafsir haqidagi ma'lumotlar to'ndigicha. Tafsir bir ra'il mazmum degan nima desa, ya'ni saf bi mujarrad ar-ra'i wal hawa degani faqat o'zining ra'yillar, bunda qiladi u deblan kisblan yoki o'zining xohishi bilan qiladigan tafsir. Bu qandaqdir shariatning nasriga tayanadigan mandaq tafsir emas, ya'ni tafsirun la yustanadu degani shariatning nasriga tayanilmaydi. La yastanidu bo'lib qolsa, shariatning nasriga tayanmaydigan bir tafsir. Qur'oni Karimni ra'yillar tafsir qilgan kishilarning ko'pinchisi dal bid'at ahli va botil mazhab. Chunki bular o'zining
Kallısqa avval bir fikrini ekib aladi avval. Ekib elib, bununla Qur'ondan dalil izlaydi. Qur'ondan dalil chiqmay qolib qolsa, qarab faqat kemmisimi oyatlarning kallasini to'lg'ab, shu yerga qanday qiladi? O'tirdi. Mushni o'ylanlam, andan keyin ra'iy tafsir, mazmum ra'iy tafsir paydo bo'ladi. Shu o'tirdi o'tirdi. Avval bular deydi. Faqat i'taqadu mu'taqadat batilat. Chunki bular avval batil ko'z qarashlarni, azg'on fikrlarni kallasida o'ylab oladi. Bu fikr, bu ko'z qarashlarning laysa laha sanat, hech qanday bir tayanchisi va dalil yo'q. Ondan keyin bular shu ko'z qarash, batil ko'z qarashlarga Qur'oni Karimdan dalil qilishmoqchi bo'ladi. Falam tutawi'uhum nusus ala ma dhahabu ilayhi. Nesla ula bağan ko'z qarashlarga bo'ysunmasa, tafassaruha bi ara'ihim. Şu an neslani o'zi bo'lmagandan o'zlarininki ra'ylarini tasir qilgan gap. Va aşı neslani ma la tahtamilga hamla qiladi degani ehtimol kelmaydigan ma'nolarga aprab, ma oyat ma'no dalili deb aytiladi. Qarasa, u oyat mashriqda, u odamning o'tirib qo'yayotgan fikri mag'ribda. Xuddi Ibn Taymiya rahimahulloh bular to'g'riliq mundaq deganidekki, ma'noga o'xshash odamlar avval bir fikrini kallasiga kelib e'tiqod qilib oladi. Ondan keyin Qur'oni Karimning alfozlarini, so'zlarini shu fikriga qaratib boradi. Ularning sahobaga tabiinlardan biror dalil yo'q, salaflarga dalil yo'q va yoki mufassir imomlarning dalili yo'q. Ne ularning ra'yida, ne ularning tafsirida dalil yo'q. Demak, bular xolis ra'y egilari. Ya'ni mujarradi ra'y egilari. Bular Uyg'urcha ifodalasak, o'zining xohishiga ergashadigan, o'zining xohishi bo'yicha tafsir qiladigan, oyatning mazmunlarini o'zi Alloh iroda qilgandek emas, o'zi tushungandek tafsir qilishni xohlaydigan shaxslar. Bunday tafsirlarning ismi at-tafsir bir-ra'yil mazmum. Buning hukmi chu desa, hukmi bu tafsirning hukmi. هذا النوع من التفسير ما خلق تفسير حرام لا يجوز. هنا وحرام كسكن تغرمز. ابن تيمية رحمه الله deydi. Amma Qur'oni Karimni ra'i bilallam tafsir qilish, ra'i bilallam degani qanaqdir til asosiga, shariat nas asosiga, shariatning mabodi maqosidiga asoslanmay qilgan tafsir qilish harom deydi. Ham bunda tafsirning haromligiga Kitap sünnettin, sahabalarning, tabi'inlarning so'zlaridan dalillar intayin ko'p. Biz tuanda Qur'on, hadis, sahabalarning so'zlari, tabi'inlarning so'zlaridan bir qur deb o'tib ketaylik. Masalan, Qur'oni Karimdan dalil Alloh taolaninki: "Va la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Senda aniq ma'lumot yo'q, tayanching yo'q, daliling yo'q. Cezmiyet kılılmaydıgan işlerle sen kandak kılma, ergeçme deydi bu birisi. Yani mücerredi ra'ylen tefsir kılganlık, Allah'a ilimsiz gap kılganlık, bu bir delil. Ondan keyin Allah Teala'nın yeni bir ayetinde ve en taqulu alallahi ma la ta'lamun. Yani sizler bilmeydiğin işlerin Allah'ın namıdını demeyin. Elbette mücerredi ra'ylen tefsir kılganlık, Allah'ın namıdını yalğana degellik. Allah Teala'nın ki litubeyyine linnas ma nuzzile ileyhim diyen sözde Allah Qur'onning bayon huquqini Rasulullahga nisbat berdi. Buna deganlik cho'qim sizning qilayotgan tafsirning manbasi nerdan kelsin? Rasulullohdan kelsin. Garchi mushu tafsirning o'zini hadislar tafsiri qilmagan taqdirda, lekin shu hadislar o'zining ijtihod bilan qilgan tafsirninki ijtihodning bir uchi, bir tayanchisi, bir asosi hadis bo'lsin, ya'ni shariatning nasri bo'lsin deganlik bo'ladi. Ma'vo Qur'oni Karimdan chiqqan bu xil tafsirninki haromligining dalili. Endi hadisdan chiqqan dalilga kelsak, İbn Abbas radhiyallohu anhuning Payg'ambar alayhisolamdan rivoyat qilganida Payg'ambar alayhisolam deydi: "Qanday odam Qur'on haqida ilmsizmi? Ilm degan gap, aniq ma'lumot degan gap, jazmiy ma'lumot degan gap. Zon emas. Jazmiy ma'lumotsiz Qur'on haqida bir narsa desa, bu odam o'zining o'rnini do'zaxdan hozirlab qo'ysin. Yana bir hadisda man qala fil Qur'on bi ra'yihi, ya'ni mujarrad ra'iy degan gap. U odam yana Fa'asaba faqat axtiyarini to'g'ri qilsa-mu, xatolashgan bo'ldi degani, haqqancha to'g'ri deyalaydigan tariqada o'zi o'ylan desami, u odamning mashta diginning o'zi xato degan gap-ku, mashta tafsir qilganning o'zi xato. Albatta shariatlik prinsiplarda mayli oyat yoki hadislarda bo'lsin, do'zax bilan askartilgan ishlar, qo'rqitilgan ishlar hammasi nimaga hisob? Haromga hisob. Mana yuqoridagi hadisdan kelgan dalil. Endi sahobalarning so'zidan chiqqan dalilga kelsak, Ibn Taymiya rahimahulloh deydi. Bir qism ahli ilmlardan deydi, Peygamberning sahabalaridan. Shu rivoyat qilindiki, Peygamberning sahabalar o'rnidan boshqa ahli ilmlardan shu rivoyat qilindiki, bular Qur'onni ilmsiz tafsir qilinishda naydi shaddadu degani eng tanching yo'l tutgan. Ma'noda ozroqmi mayliya debdiga shuna qilmagan. Shuning qatoridan birisi, bir misol ko'rib o'taylik. Abu Bakr radhiyallohu anhuning so'ziki, Abu Bakr radhiyallohu anhu mushaqda muni so'zni degan.
ayyu ardin tuqilluni, meni qaysi zamin ko'tira, va ayyu sama tudilluni, qaysi osmon meni qo'yniga ola. Agar men Allohning kitobida bilmagan gapni qana qilsam desa. Yana bir rivoyatda agar Qur'onda ra'yim bilan yak bilmaydigan bundaq narsalar bilan desam deb, yana bir rivoyat bunda keliglik. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu minbarda va fakihata va abba deb kelib, fakihani kelsak tunuymiz. Ma fakihaning ma'nosini bilamiz. Abning ma'nosi nima edi o? Deb bir xil o'zini zo'lab bo'lib, aniga o'ziga qaytib dediki, o'zi qaytib degani ko'ngilda "Voy, inna hada lahu va takalluf ya Umar", nalaqa o'ziga to'xtab tura. Bu bunchalik nima kepti, takalluf bu bilgimni dey, bilmagunim qilib qolsin demakchi. Ahli ilminingki haqiqiy olim nisbati. Ibn Abi Mulayka din rivoyat qilinib, Ibn Abbas radhiyallohu anhu bir oyat to'g'riliq so'raldi. Agar o oyat to'g'riliq sizlarning biringlar so'ralgan bo'lsa, sizlarning ba'zinglar so'ralgan bo'lsa, o oyatda xoliqini divitdi, lekin Ibn Abbas degil unimadi. Bu nima bo'lsa, ularningki nayt ehtiyojchan pozitsiyada ekanligini ifodasi. Ibn Taymiya buni isnodi sahih degan. Bir odam Jundub ibn Abdullohdan Qur'ondagi bir oyat haqida so'radi. U odamga "Uharriju alayk in kunta musliman lamma qumta anni aw qala an tujalisani" degani umumiy jumlaning mazmuni, agar sen musulmon bo'lsang, mendan turib ketsan seni harakat qo'ydigan bo'ldim yoki men bilan hamsohbat bo'lishingizni harakat qilgani, men demayman bu oyatning mazmunini, men o'qimayman bu oyatni demakchi. Ma yuqoridagilar sahobalarning aqvollaridan. Endi tabiinlarning so'zlaridan kelgan dalil bu nimaga? Qur'onni ilmsiz, ra'isiz tafsir qilishning og'ir jinoyat ekanligiga. Yahya ibn Sa'id ibn Musayyibdan rivoyat qilib deydi. Ibn Musayyib, hammalar bilasizlar, Ibn Musayyib tabiinlarningki ichidagi eng cho'ng tabiin. Uning ustiga olim. Deydi, bu faqat Qur'ondan ma'lum dillar so'zlaydi degani, bilgini haqida so'zlaydi. Shobiy davotida Alloh bilan qasam, qandoq bir oyat o'qib qolsa, men u to'g'riliq so'g'an degan o'rganganman bu oyatni sahobalardan. Lekin diqqat qilish kerak ish. Chunki bu Allohdan qana qilish, bu rivoyat qilish deb o'zining aytdi, ensaydiganligini, qo'qidiganligini tilga olgan. Masruq deydi, ittaqut tafsir qilishdan saqlaninglar. Chunki Allohdan rivoyat qilish. Odatda biz ijtimoiy aloqa munosabatlarimizda birovni, ya'ni birovga u xolamaydigan tariqada tushuntirib qo'ysak, qarshi tarafdan achchiq keldi emasmi? Xalq, maxluq ikkisining qanchalik farqi bor bu hammaga aydin. Maxluqlar o'zaro o'zining fikrining boshqalarga o'zi maqsad qilmagan shaklda tushuntirishni xolimga yerda xoliq bir tariqa ular. Shunga ba'zi odatda boshqalarning fikrini men ham uning nima bo'lganini o'qimayman, o'zini so'zlar deb shuncha ehtiyot qilamiz. Bunda u yerda xoliqqa texmo boshqacha muomala qilishimiz kerak. Abdullah ibn Muslim Yasar dadasidan rivoyat qilib deydi, sen Alloh haqida so'zlagan vaqtingda faqih to'xta. Hatto ashuning oldi keyiniga qarab degani, sen gapni bir dangsab davotamsa, dalilga taynib davotamsa, asosni otamsa, qarab boq. Xoliqancha gap qilma demakchi. Ibrohim ibn Yazid Nahay davotida bizning ashoblarimiz, ashab degani ustoz, shogird, savoddosh hammani ko'rsatdi. Ham demak, bizning ulamolarimiz tafsirdan qo'rqib uni aymin etdi. Tafsirga chaqchaq qilmaydi demakchi. Demak, yuqorida biz Qur'ondan oyatlarni ko'rdik, hadisdan dalillarni ko'rdik, sahobalarning, tabiinlarning so'zlarini ko'rdik. Mana yuqorida ko'rganlarimiz mushular ulamolar Qur'oni Karimni mujarrad ra'y bilan tafsir qilishning haromligiga keltirgan dalillar. Abu Ja'far at-Tabari, tafsir Tabarining avtori rahimahulloh davotida mana ma'vu xabarlar bizga biz degan gapning sahihligiga nima dalil, shahida degani dalil. O biz degan gap nimadan iborat desa, ya'ni uning ma'lumoti, Rasulullohning bayonining aniq nassi bilan yoki shuningga keltirilgan dalolatning tiklab berishi bilan qilingan yo'ldan boshqa yo'llar bilan bilingan Qur'oni Karimning ta'vili g'ayri joiz, to'g'ri emas. Hech qanday odamning u haqda o'zining ra'y o'ylandishi to'g'ri emas. Balki bu haqda o'zining ra'y o'ylandigan odam, garchi bu haqda aniq haqiqatga bo'lgan ig'izini chiqarib to'g'rab qolsin, pokitsiz delilga tayanmay turib o'z ra'y bilan deb ig'izdan to'g'ri chiqayotgan bo'lsa-mu, ammo u shu tafsirda o'zininki ra'y bilan degan bir sharikatdan iborat ma masalada xatolashgan bo'ladi. Garchi ig'izdan chiqqani to'g'ri bo'lsa-mu, ammo ra'y bilan Qur'on tafsir qilishning o'zi harom bo'lg'achqa bu odam xatolashgan bo'ladi deydi. Shu Ibn Taymiya rahimahulloh deydi, mana ma sahih asarlar va shunga o'xshagan asarlar salaflar imomlardan kelgan asarlar, endi ularningki tafsirida ularga ilm yo'q, gaplar bilan
tafsir haqida so'zlashdan qisildiganlik qarab. Manda desa, yomon qo'rqib ketib, bu tafsirni bunday qilib bo'lmaydigan o'xshaydi, ig'ir jinoyat ekan deb qichvasa qolmaydi. Men yuqoridagi dalillarning hammasi ma'lumot yo'q, holat turib tafsir qilishga qaratilgan gaplar. Amma men tekelleme bima yu'lama min zalik. Amma qandaq odam shu tafsirlardan lug'atan, shar'an biladigan mazmunlarga tayinib so'zlasa, ya'ni aniq asosga tayinib ma'lum bir tafsir kitobda ko'rdi yoki o'zida ma'lum til asosi va dalillar va manda holat desa, fala haraja shar'an. Ya'ni fala haraja alayhi, uningga haraj yo'q. Şoňaşqa ma yuqarıda muşu qattiq çiňitgan muş adamlardan va ondan başqa ulamalardan tafsirda nurgun sözler riwayat qilgan. Agar bular hammasi to'g'ri emas deb qashib qolsa, hech kim tafsir qilmaydi degan tafsir qildi. Zilliq yo'q bu yerdagi masala. O'zi tafsirni shuni cheklagilik, ammo o'zi tafsir qilganlik. Bu nim degan gap desa, tafsirda ilmsizlik bilan deyishning o'zi xato, ammo ilm bo'lib qolsa desang bo'ladi. Chunki ular biladigan taraflarda so'zladi, bilmaydigan taraflardan jim turdi. Mana bu har bir odamga vojibki, bilginingni deyish vojib, bilmaganingni demaslikning vojib. Chunki bilim yo'q narsadan, bilim yo'q ma'lumotlardan jim turish, sukut qilish vojib bo'lganidek, so'ralgan ahvol ostida biladiganlarni, biz biladiganlardan so'ralgan ahvol mazmunlarda deyishmi ham nima vojib. Bu bizning bugungi jamiyatimizda hammaninki diniy ma'lumotga ehtiyoji bor holatda har bir odam aniq Pak bilan biladigan har bir narsani o'tirib qo'yishning o'zi vojib bo'ladi. Mishqa Qur'oni Karimda Alloh bizga umumiy ijmoliy shaklda ayz qilyapti. Ya'ni Qur'oni Karimni tafsir qilish, boshqalarga bayon qilishniki litubayyinunnahu lin-nas va la taktumunahu. Mana bu musulmonlarning vazifasi. O'zga tushgan kitobni, o'zga tushgan risolatni boshqalarga yetkazish, uni yushomaslik musulmonlarning vazifasi. Ondan başqa nurgun yollarını rivayet kılınan munu hadisi kelgan mazmunlarning jihatidanki men su'ila an ilmin, bir odam bir ilm to'g'riliq so'ralsa, shu odam shuni yushasa qiyomat kuni o'tdan olgan yurgan bilan yurgansan dedi. Bularning hammasi bizga nisbatan yetkazish omonatini ta'kidlaydigan dalillar. Ham Imom Navaviy deyotdi, Qur'oni Karimni ilmsiz tafsir qilish ve Qur'oni Karimning ma'nilari haqida uning ahlidan bo'lmagan odamlarning gap qilishi bu harom bo'ladi. Bu haqda hadislar intayin ko'p, ijmo'chilik. Ammo ulamolarning Qur'onni tafsir qilishi bu joiz, hasan. Hatto buningmi ijmo'chilik degan bu ijmo' bor. Deydi, kimki Qur'on ahlidan bo'lmasa, ya'ni u odam Qur'onning qur'onlarini o'ziga mujassamlamaganligi uchun Qur'on ahlidan bo'lmagan odamning tafsir qilishi harom. Lekin bu odam mu'tamad, shu Qur'on ahlidan bo'lgan mu'tamad ulamolardan tafsirini qana qilsa bo'ladi, naql qilsa bo'ladi. Demak, إذا علم هذا مش والله bilinsa Qur'oni Karimga jur'at qilish, Qur'oni Karimni mujarrad ra'yulillam qanday qilish, tafsir qilishdan qattiq hazar aylash kerak. Ko'nglimizda deydi, kam yahizu fil nafs, ya'ni kishilarning nurg'unlarining Allohning kalomiga tafsir qilishga jur'atlik qilib, buningga faqat hisobotni o'ylashmay, hisoblashmay, nim bo'ladi deganni o'ylashmay, tillari gajlashmay, qalblari titrashmay, xuddi ular Qur'onni butun ma'lumot jihati egallab bo'lgandek, Qur'on ularning idrokotining qatoridan bo'lib ketgandek so'zlagan odamlarni ko'rgan vaqtimizda ko'nglimiz naqadar titraydi, ha? Naqadar bearom bo'lamiz hamda. Ularning orasida shunday bir kishilar borki, bir oyatni tafsir qilaveradi. Agar bu oyat Abu Bakrga, mushu ummatning payg'ambardan qolsa eng yaxshisi, kishilarning Rasulullohga hamroh bo'lish jihati eng ko'p hamroh bo'lgan, Qur'onni bilim jihati eng ko'p biladigan Abu Bakrga to'g'rilansa, nima deydi desa, lavu'idat alay. Shu oyat shunga to'g'rilangan bo'lsa, men Qur'onda o'zimning ra'yi bilan yoki bilmaydigan gaplarim bilan Qur'onning tafsiri haqida dafsasi yo'q Qur'on haqida desam, meni qaysi dilim ko'taradi, qaysi osmonni qo'yni oladi deb mashtaq deydi. Ammo bugungi zamonimizda hammalarning shatirib ketdi. Kishilarning biri bir oyatlarni tafsir qiladi, agar Umar u tafsirni anglagan bo'lsa, uni o'zining qomusidan urgan bo'ladi. Uning alaqi, "Voy, yaxshi o'g'itibsiz, u bu" deb mukofotlamasdan tayoq aytdi Umardan deydi. Vallohul musta'an. Shunday bilan bugungi bu soatlik darsimizmi? Ya'ni Turuqut tafsiriningki ikkinchi yo'li hisoblanadigan at-tafsir bir ra'yi, to'g'riliq ma'lumotlar shunday bilan oxirlashdi. Bugungi darsimiz shunday bilan kifoyalandi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.